Tramp hökuməti Xitayni Uyğurlarga qarşı ırqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayət ötküzgən deb e'lon qildi. Amerika yangi prezident vazifəyə o'tirishga bir kun qolganda, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 19 yanvar seshanba kuni Xitoyning Uyg'urlarni bostirishni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat shakllantiradi deb e'lon qildi. Pompeo Amerika tashqi ishlar ministrligining to'g'rida bayonot e'lon qilib, o'zining paketlarni kuzatish orqali oz degandimi 2017-yil 3-oydan buyon Xitoy davlati Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan deb muayyanlashtirganligini, bu vahshiyliklarning 1 milliondan ortiq kishining xohlagancha tutib turilishi yoki jismoniy huquqidan mahrum qilinib, dafsanda qilinishi, majburiy tug'mas qilib o'tish va majburiy emgak, diniy e'tiqod erkinligi, söz erkinligi va faoliyat erkinligining qattiq cheklanishi qatorliqlarni o'z ichiga oladiganligini bildirdi. U, men bu irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligiga ishonaman, hamda biz Xitoy partiya davlatining Uyg'urlarni sistemalik yo'qotish urinishiga shohid bo'layotimiz dedi. Pompeo xalqaro jamiyat va tashkilotlarni Amerika bilan birlikda Xitoyning qilmishlarining mas'uliyatini surishti qilishga chaqirdi. Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining qurg'uvchisi va sobiq raisi Abdujilli bu haqda bayonot e'lon qilib, "Men Amerika hukumatining qarorini qarshi olaman hamda aloqador rahbarlarga rahmat aytaman" dedi. U Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur va boshqa musulmon asonliqlarga qaratilgan dahshatlik jinoiy qilmishlari to'g'risida mundaq dedi. Amerika Davlat ishlari mahkamasi Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini e'lon qildi. Tramp hukumati to'g'ri ish qildi va muvofiq qismlarni qo'llandi. Bu Xitoy tajovuzchilari tomonidan yo'q qilinayotgan Uyg'urlar va Uyg'ur madaniyati uchun tarixiy bir qaror. Abdujilli buning Türk va islom dunyosi uchun nomusliq bir qaror ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Baxtga qarshi Türk va musulmon dunyosi Sharqi Turkistonda zulm bor yo'qligi to'g'risida munozara olib bormoqda. Türk va musulmon davlatlarda yashaydigan Uyg'urlar hali ham hayotiy bexatarligidan ansiraydi. Men yana bir qatim Türk Cumhuriyetidan va musulmon davlatlarining rahbarlarini zolim Xitoyga qarshi sukutini oxirlashtirishga chaqiraman. Amerika saylangan prezident Joe Bidenning tashqi ishlar nomzodi Antony Blinken Donald Trump hukumatining Xitoyni Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat bilan ayiblash qaroriga qo'shilganligini aytdi. Amerikaning yangi davlat ishlari kotibi kandidati Blinken Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetidagi yig'inda uning kandidatligi tasdiqlanishidan ilgari Kengash palata a'zolarining savollariga javob berdi. Amerika-Xitoy munosabati haqida Blinkendan Tramp hukumatining Xitoyni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat bilan ayblash qarori so'raldi. Blinken "Mening qarorimni mushundoq" deb javob berdi. Agar ئەنگىلىيە ئەدلىيە tarmoqlari bir davlatning irqiy qirg'inchilik sodir qiladiganligiga hukm qilgan bo'lsa, ئەنگىلىيەنىڭ bu davlat bilan savdo kelishimining bekor qilinganligi haqidagi qonun loyihasi ئەنگىلىيە parlamentida hokimiyat beshidagi partiyaning bilet tashlashi bilan rad qilindi. Bu taklifning orqasida Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishlik huquq dafsandichiligi sababidan ئەنگىلىيەنىڭ Xitoy bilan erkin savdo kelishimiga qarshi turgan hokimiyat beshidagi partiyaning parlament a'zolari bor edi. ئەنگىلىيەدىكى بارلىق ئۆكتىچى partiyalar va diniy jamiyatlarning rahbarlari ئەنگىلىيە Yevropa ittifoqidan chekinib chiqqandan keyingi savdo kelishimi qonuniga tۈزىتىش كىرگۈزۈشنى qo'llagan edi. Ammo bu taklif parlamentda yetarli ovozga erisholmadi. Yaqinda tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasining vahshiylik darajasida ekanligini aytgan va majburiy emgak bilan erishgan mahsulotlarni import qilishni cheklaydiganligini e'lon qilgan edi. Yaqinqi mezgillarda Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi siyosiy bostirish harakatini ayiblash cho'qonlari izchil 2022-yili Beyjingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq o'limpik musobaqasi bilan birlashib ketayotganligi ma'lum. Muhofizatchi gazetining 18 yanvardagi xabarida aytilishicha, navbatda dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilik tufaylidan Beyjing qishliq o'limpik musobaqasini cheklashni tashabbus qilayotgan faoliyatchilar hozir mazkur musobaqani iqtisodiy jihatdan qo'llayotgan shirkatlarga tanqid maktublari yo'llamoqda ekan. Növbətdə bu məktubның tuncu nusxası Amerikadakı Airbnb şirketiga yollanğan bo'lib, ularning bosh ijroiya amaldori Birayn Chesekiga Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrashi haqida tushuncha berilmoqchi, shuningdek uning Xitoydagi olimpik musobaqani qo'llash harakatini to'xtatishi talab qilindi ekan.
Bu harakatning aktiv qatnaşqıçılarından biri bo'lgan ئەنگىلىيەدىكى Uyg'ur faoliyatchi Rahima Mahmud muxbirlarga so'z qilib, butun dunyo Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilikdan andikib uyg'onib, haqiqatga yuzlanayotganda buncha ko'p shirkatlarning qirg'inchilik musobaqasi deb atashga tegishli bo'lgan mushundaq bir faoliyatni qo'llashi odamni shurkindiribdi degan. بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىگە قارشى تۇرۇش پائالىيىتى ئامېرىكا، ئەنگىلىيە، كانادا، نورۋېگىيە، فىنلاندىيە، گوللاندىيە، ياپونىيە ۋە ئاۋسترالىيەدە ئېلىپ بېرىلماقتا. İran tashqi ishlar miniስትىرى مۇھەممەد جاۋاد زەرىف قاتارنىڭ پارىژ قولتۇقىدىكى ئەرەب دۆلەتلىرىگە قىلغان İran bilan suhbatlashish chaqirilishini qarshi olganligini bildirdi. İran tashqi ishlar miniስትىرى زەرىف Twitter hisobida qilgan bayonotida Qatar tashqi ishlar miniስትىرى Muhammad bin Abdurrahman al-Sanining dengiz qo'ltig'idagi arab davlatlariga İran bilan suhbatlashishiga taklif qilganligi haqida to'xtaldi. Zarif mundaq dedi: İran al-Sanining rayonimiz uchun atrofliq suhbatlashish chaqiriqini qarshi oladi.